Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Tezkor qidiruv departamenti kiberxavfsizlik markazi hamda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, axborot texnologiyasi sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan Toshkent shahrida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida 5 nafar fuqaro o'zaro jinoiy til biriktirib, jinoiy guruh tuzib va ushbu jinoiy guruhda faoliyatdan kelib chiqqan holda fuqarolarning bank plastik kartalaridagi pul mablag'larini o'g'rilik yo'li bilan talon-taroj qilish holatlari aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan tekshiruv natijalariga ko'ra, ushbu fuqarolar jinoiy guruh tashkil etib, jinoiy guruhdan Telegram ijtimoiy tarmoqlarida APK formatidagi zararli dasturiy ta'minotni maxsus foydalanuvchilarga tarqatib va buning natijasida telefonning SMS xabarnomalari, kontaktlari va boshqa telefondagi shaxsga doir ma'lumotlarni qo'lga kiritgan. Buning natijasida ushbu jinoiy guruh ko'plab fuqarolarning bank plastik kartalaridan pul mablag'larini talon-taroj qilishga erishgan va jami 2 milliard so'mdan ziyod bo'lgan moddiy zarar yetkazishga erishgan. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan 4 nafar shaxslarning ham aynan ushbu jinoiy guruhdan zarar ko'rganligi holati aniqlandi va ularning murojaatlariga asosan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida mazkur jinoyat fosh etildi. Hozirda mazkur jinoiy guruh tomonidan boshqa fuqarolarga yetkazgan zararini aniqlash maqsadida dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Aziz fuqarolar, APK formatidagi zararli dasturlarni oching va o'zlaringizning shaxsingizga doir ma'lumotlarni sir saqlashingizni so'rab qolamiz.